Buva, necha pul qilib berasiz buni? Usta, mana unga chiqing, kechiring. 130. Yo'q, bo'ladiganini ayting, 130 deyishdi-ki. 28. 25 dan pastga gaplashsa bo'ladimi yo'qmi? Ha? Balani bitami? Barobargacha. Barobarga ham bo'lmaydimi? Ya unday demang-a. Kelishtiraylik. Salonni o'zingiz olgansiz, tog'a? To'sa. Eshik ochilgan deydi. Qancha sotdingmi? Yo'q, sotmayman. Qancha olaman? Tekisgan bo'lmaymi? Tog'a, siz ko'rinayotganingiz yo'q, gapiravering. O'ylab ko'ramiz. Ha, o'ylab ko'ramiz, ha. Yaxshi odam kelsa, puli naqd bo'lsa. Shunday. Demak, mashinani ko'rdik, mashina yaxshi holatda, yangi holatda turibdi. Salondan chiqqanda, salonda hidlari bilan turibdi. Akamiz bir yaxshi odam ekanlar, yaxshi odam kelsa chiroyli qilib kelishtirib berar ekanlar. 125 lar atrofida ham bitar ekan. Agar zo'r olaman degan klient bo'lsa, naqd pul bilan kelsa. Ushbu Gentra avtomashinasi 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 12 ming kilometr yurgan, metan balon qo'yilgan, o'zining shinalari ham yangi holatda, yumshoq balolar qo'yib qo'yilgan ekan. Hamma xarajat qilingan, bitta chexolpolik qilamiz, haydashimiz kerak. Bu mashinani kraskasi top-toza ekan. 130 million so'mdan yana kelishib berilar ekan. Kim agar rasman olmoqchi bo'lsa, kelib qo'llarini ushlab savdo qilsa, chiroyli qilib kelishtirib beradi.